Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Diqqat, tezkor xabar. Rossiyada 156 ta reys kechiktirildi va bekor qilindi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Moskva aeroportlarida kuchli qor bo'roni tufayli 156 ta reys kechiktirildi va bekor qilindi. Eng ko'p kechikishlar Sheremetyevo, Domodedovo va Vnukovada kuzatilgan hamda Namangan aeroportidagi noqulay ob-havo sharoiti tufayli O'zbekiston Airways'ning Moskva-Namangan reysi Farg'onadagi muqobil aerodromga yo'naltirildi. Rossiyada hind migrantlari mutaxassislar xavf ogohlantirmoqda. Rossiya prezidentining xalqaro tashkilotlar bilan aloqalar bo'yicha maxsus vakili Boris Titovning so'zlariga ko'ra 2026-yilda Rossiyaga kamida 40 ming hindistonlik migrant ishchi kelishi mumkin. Uning so'zlariga ko'ra, Hindiston Rossiyaga ishchi kuchi yetishmasligini qoplashga yordam beradi. Rossiyada hindistonlik ishchilarga qiziqish ortib bormoqda. 2022-yilda taxminan 8 mingta ish ruxsatnomasi berilgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2024-yilda 36 mingtaga yetdi. Hukumatning 2025-yilda viza olish huquqiga ega mamlakatlar uchun kvota deyarli 235 mingta joyni tashkil etadi. Shundan taxminan 30% Hindiston fuqarolari uchun ajratilgan. Bosh vazir o'rinbosari Denis Manturov ilgari sanoat maqsadlari uchun cheksiz miqdordagi hindistonliklar migrantlarni qabul qilishga tayyorligini bildirgan edi. Biroq mutaxassislar Hindistondan migrantlarning ommaviy oqimi yangi muammolarni keltirib chiqarishi mumkinligi haqida ogohlantirmoqda. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, hindistonlik migrantlar rossiyalik ish beruvchilar uchun unchalik qiziqish uyg'otmaydi. Bunday ishlarni alohida joylashtirishga urinayotganda ham mahalliy aholi bilan aloqa qilishdan butunlay qochishga iloji yo'q. Markaziy Osiyo mamlakatlaridan kelgan migrantlarga qaraganda ko'proq muammolar paydo bo'lishi mumkinligi ta'kidlanmoqda. Buning sabablari orasida rus tilini bilmaslik, sezilarli madaniy farqlar va mahalliy normalarni tushunmaslik keltirilgan. Bundan tashqari, past malakali ishchi kuchining ommaviy importi iqtisodiy modernizatsiyaga hissa qo'shmaydi. Mutaxassislar Hindistonda mehnat migrantlarini jalb qilish bilan bog'liq potensial ijtimoiy xavflarga e'tibor qaratmoqda. Xususan, rossiyalik erkaklarning katta qismi maxsus harbiy operatsiya zonasida xizmat qilayotgani tufayli ayollar xavfsizligi masalasi muhokama qilinmoqda. Mutaxassislar shuningdek migratsiya bo'yicha qarorlar qabul qilishda ijtimoiy va iqtisodiy omillarni ko'pincha e'tibor olmasligini ta'kidlaydi. 21-dekabr kuni Prezidentning Jahon savdo tashkiloti bo'yicha vakili Azizbek O'rinov Rossiya Federatsiyasi iqtisodiy rivojlanish vaziri Maksim Reshetnikov bilan birgalikda O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonida ikki tomonlama bozorga kirish muzokaralarini yakunlovchi protokolni imzoladi. Bu haqda O'rinov o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida yozib qoldirdi. Uning ta'kidlashicha, mazkur muzokara Prezident Shavkat Mirziyoyevning Sankt-Peterburgga amaliy tashrifi doirasida bo'lib o'tgan. Prezident vakili shuningdek ayni paytda ko'p tomonlama muzokaralarni ilgari surishga, zarur qonunchilikni yangilashni yakunlashga va kelgusi yilda a'zo bo'lish jarayonini muvaffaqiyatli yakunlashga to'liq e'tibor qaratganligini bildirgan. O'zbekiston fuqarosi bo'lgan erkak Rossiyada o'ziga nisbatan narkotik savdosi bilan bog'liq tuhmat qilingani va tahdidlar orqali Ukrainaga qarshi urushga yuborilganligini ma'lum qildi. Ukrainalik bloger Dmitro Karpenko o'zbekistonlik bilan suhbatni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida joylashtirdi. O'zini O'zbekiston fuqarosi deb tanishtirgan erkakning aytishicha, u 6 kun davomida hibsda saqlangan va bu vaqt ichida qattiq qiynoqqa solingan. Sudda unga ikki variant taklif qilingan: 1 yil urushda qatnashish yoki kamida 12,5 yilga
ozodlikdan mahrum etilish. Hozirda ushbu holat yuzasidan Rossiya rasmiylari yoki O'zbekistonning tegishli idoralari tomonidan munosabat bildirilmagan. Rossiyadagi o'zbekistonliklarning shu kabi tuzoqqa tushgani haqida oldin ham bir necha bor xabar berilgan edi. Biroq endilikda nafaqat o'zbekistonliklar yoki Markaziy Osiyoliklar, balki hindlar va afrikaliklar ham shunga o'xshash usullarda Ukrainadagi urushga jalb qilinayotgani ayon. O'zbekiston va Rossiya o'rtasida yangi aviareyslar yo'lga qo'yiladi. Pobeda aviakompaniyasi 2026 yil 28 fevraldan boshlab Moskvadan Termizga aviaparvozlarni yo'lga qo'yadi va 7 martdan Nukusga parvozlarni boshlaydi.